Iltimos opa sotib yubormang. Onam kasalda, ularga olib bormoqchiman. Gadoylarga tort deyishni kim qo'yibdi? Vau, chiroyli tortlari bor ekan. Nargiza tanla. Qaysini olsam ekan? Menimcha zo'r bu tortlar. Qaysi tort yoqdi senga? Menga mana shunisi. Bizga shuni o'rab bering, shuni olamiz. Bu tortni bir bolakay tanlab ketgan edi. Olib ketaman deb pul ishlashga ketgan edi. Kel ukajon, isming nima? Ismim Saidjon. Shirinlik yeging keldimi? Yo'q, men yemayman. Menga arzon tortingizni ko'rsating. Xo'p, mana shu tort. Shu yetadimi? Yo'q ukajon, bu puling yetmaydi-da. Kel undan ko'ra senga shirinlik beraman, kep ketasan. Yo'q, menga ana shu tort kerak. Men kechgacha pul olib kelaman. Iltimos opajon, sotib yubormang. Onam kasalda, ularga olib bormoqchiman. Bugun ularning tug'ilgan kunlari. Bu aslida eng arzon tort emas. Keling, men sizga boshqasini ko'rsataman. Bizda muzqaymoqli, mevali. Tushunmadim men. Bizga boshqasi kerak emas. Aynan shunisi kerak. Xo'p, hozir o'rab beraman. Men tortga pul olib keldim. Mana shu tortimni o'rab bering. Ey bola. Kechikding. Bu tort meniki o'sha. Opajon, bu tortni olmang. Menga bering. Pulim boshqalariga yetmaydi-da, onamga olmoqchiman. Bugun tug'ilgan kunlari edi. Yetmasa, ana bir bo'lak shirinlik ol. Eng zo'ri buxanka olgin. Onangga unutilmas bayram qilib berasan. Gadoylarga tort deyishni kim qo'yibdi? Onamni gapirmang. Nega ularni haqorat qilyapsiz? Onam bu mening onam. Xasta bo'lsa ham men uchun ishlaydigan onam. Otam tashlab ketganda ham meni tashlab ketmagan. Tort meniki. Demagin. Bering, bu tort. Nima qilganing bu? Gadoy bachcha.